Hop, assalomu alaykum ustozlar. Bugun 15 talik qisqa testimizni 19 varianti. 19 kundan buyon sizlar bilan birga mana shunaqangi test ishlayotganimizdan xursandmiz. Xo'p, qisqacha ma'lumotni yana bir marta eslatmoqchiman. Kimdir agar qatnashmayotgan bo'lsa, botda testlarni tekshiring, natijangiz yig'ilib boradi. Ya'ni haftada kamida 5 marta ishtirok etadigan bo'lsangiz, sizga kitob yutib olish imkoniyati bor. Ya'ni 100 ta algebrik tahlil va geometrik tahlil kitoblaridan birini yutib olishingiz imkoniyati bor. Xo'p, ba'zi ustozlar yozishyapti bizga, ya'ni men botga yuborsam ham natijam chiqmay qoldi. Ha, hozircha serverimiz ya'ni oddiyroq bo'lganligi uchun muammo bo'ldi. Bu narsani to'g'irlab to'g'irlamoqchimiz. Dasturchi bilan bugun gaplashdim. Buguncha imkoniyatini qila olmadik. Hafta oxirigacha maksimal darajada harakat qilamiz. To'liq serverni kattaroq bo'lgan xalqaro serverga o'tkazmoqchimiz. Umuman olganda menimcha endi yangilik deb aytsak bo'ladi. Ya'ni jonli efirga kirganlar uchun hozircha aytib turaylik. Xudo xohlasa keyingi haftadan bizni saytimiz ishga tushadi. Ya'ni haqiqiy imtihonda attestatsiyada qanaqangi test ishlaydigan bo'lsak, xuddi shu jarayonni vaqt orqaga sanaydigan umumiy attestatsiya tipidagi diagnostik testlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni ko'pchilikda vaqt muammo bo'lishini biz bilamiz. Demak, mana shu vaqt muammosini oldini olish uchun biz vaqtga qo'yib, xuddi attestatsiyadagidek kompyuterda bo'lsin, telefonda bo'lsin, e, chalg'imasdan 2 soat o'tirib test ishlashimiz kerak. Mana shu narsani sizlarga qulaylik yaratish maqsadida shu narsani yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa keyingi haftadan e, seshanba yoki chorshanba kunidan to'liq ishga tushadi. Xo'p, bunda tahlilni boshladik. 15-chi qisqa test tahlili, 15 talik qisqa test tahlili 19-variant. Birinchi savolda rasmda ABCD va SKFY kvadratlar tasvirlangan. Bizda ABCD kvadratining yuzasi bu kichkinasidan 3 marta katta. Yuza 3 marta katta bo'lsa, bu tomonlar nisbatining kvadratiga teng bo'lishi kerak. Tomonlar ildizosi 3 marta katta bo'ladi. Ya'ni kichkina kvadratning, ya'ni bu kvadrat ekanligi ma'lumoti bor. Tomoni ildizosi 6 bo'lsa, u ildizosi 3 marta katta bo'ladi. Ildizosi 18 ga teng bo'ladi keyingi kattaroq kvadratimiz. Diagonal, ya'ni ixtiyoriy kvadratni diagonali tomoni A bo'lgandan keyin uning diagonali A ildizosi 2. A ildizosi 2 ni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu diagonalimiz bizda ildizosi 36, ya'ni 6 ga teng qoladi. Bu diagonalimiz esa ildizosi 12 bo'lib qoladi. Endi ular orasidagi burchakka keladigan bo'lsak, diagonali 45 dan burchak tortadigan bo'lsa, o'rtada 60 turibdi. Demak, 150 gradus. 150 gradusga kosinuslar teoremasini ishlasam, AF ni topgan bo'laman. Demak, bizda AF ning qiymati ildizosida 6 ning kvadrati 36 qo'shilgan, ildizosi 12 ning kvadrati 12 ayrilgan 2 ta AB, ya'ni 6 ko'paytirilgan ildizosi 12 ko'paytirilgan kosinus 150 gradus qiymati minus ildizosi 3 taqsim 2. Biz bu yerda soddalashtirib qo'yishimiz kerak. Ildizosi 2larni qisqartiramiz. Uzr, 2larni plus minuslar qisqaradi. Xo'p, ildizosida 36 ga 12 ni qo'shsam 48 qo'shilgan ildizosi 12 ga ildizosi 3 ni ko'paytirsam ildizosi 36, 6 bo'lib qoladi. 6 kira 6 36. Qo'shadigan bo'lsam ildizosida 84. Bu 4 ga karrali, demak 4 dan ildiz chiqarib yuborsam 2 chiqadi. Qavs ichida esa 21 qoldi. To'g'ri javob B variant ekan. Navbatdagi savolimiz juda ham qiziq savol. Nostandartroq desa bo'ladi bu. Funksiyani davrini toping. Bilamizki biz sinus x ning davri 2pi, lekin 2x niki, ya'ni 2x bo'lganligi uchun davri 2pi ni x ni topadigan bo'lsak pi ga aylanib qoladi. Ya'ni birinchi ifodada davri pi ekan. Qiziq savol tug'iladi mana shu joyda. Sinus 2x ning davri pi bo'lsa, 2 darajasi sinus 2x ni ham davri pi bo'laveradimi?
Ha, albatta shunaqa bo'ladi. Sababi, buni asosiy sababi ikki son. Ya'ni darajasi davriy ravishda o'zgaradigan bo'lsa, ikki darajasidagi alfa, ya'ni ikki darajasi f degan funksiyamiz ham davriy ravishda qiymati o'zgaraveradi. Keyingisi kosinus 3x. 3x'imizni teng deyman. Davri kosinus 2pi ga teng. Demak, x'imiz davri 2pi taqsim 3. Ya'ni bizda eng kichik musbat davrlarni topdim har biri uchun. Endi ikkalasi uchun nima olaman? I kuk olishim kerak. Ya'ni I kuk deganda bu yerda kasr sonlarni ham I kuki bo'ladimi desa, ha. Bu yerda kasr son deb sifatida qaramaymiz. Shunaqangi e, karrali bo'lgan pi topilishi kerakki, ikkalasiga ham bo'linsin. Keyingi ifodalarni hisoblab o'tirmayman. 4x'imiz davri pi bo'lgani uchun tangensizniki x'imiz pi taqsim 4 bo'ladi. Keyingisi 5x'imiz davri yana pi ga teng, x'imiz pi taqsim 5 ga teng. Bular hammasiga bo'linadigan ifoda bu 2pi. 2pini har biriga bo'lsam butun son chiqadi. Har qandayga bo'lsam butun son 2pini. Pini bo'lsam butun son chiqmay qoladi, masalan ikkinchisiga. Pi taqsim 2pi taqsim 3 deydigan bo'lsam, qisqasi 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. Bo'lmay qoladi. Ya'ni bu butun son emas, ya'ni karrali emas. Bu funksiyani davri bo'lmay qoladi pi'miz. Faqat 2pi bo'layapti. Eng kichkina. Mana 2pi. 2pini yana ham qanday topsak bo'ladi? Mana bu o'zi pi. Piga karrali. Har qanday pilarga karrali. Piga, 2piga, 3piga. Lekin mana bu 2pi taqsim 3imiz 120 gradus. 120 gradus 3 marta aylanganda, ya'ni 3 marta 120 qadam bo'lganda 360, ya'ni 2pini beradi. Piga esa teng bo'lmaydi. Ya'ni piga karrali emas. Keyin ikukini olayotganda mahrajga e'tibor bermaymiz. Mahraj qisqarmas kasrga keltirib, faqat suratini ikukini olib qo'ysak bo'ldi. Mana 2pi bilan pini. 2pi qayerdan keldi hisob-kitobi deydigan bo'lsak, shunchaki pi va 2pining ikuki. 2pi ga teng. Qisqarmas kasr bo'lganda ishlaydi bu narsa. Eslab qolamiz, keyingi savolga o'tamiz. 3-savol. Hisoblang deyilyapti, bizda integral oralig'i berilgan. Alohida bu ko'paytiruvchiga ajratsa bo'ladi. X minus 4 ni ildizosi x minus 2 ko'paytirilgan ildizosi x plus 2 shaklida yozsam bo'ladi. Bo'lingan ildizosi x plus 2 dx. Chegaramiz 0 va 9 oralig'ida. Bu yerda ildizosi x plus 2, ildizosi x plus 2 lar qisqarib ketdi. Ildizosi x minus 2 integralni olish ancha oson bo'ladi. Ya'ni x ning 1 taqsim 2 darajasi ayrilgan 2 dan integral olishim kerak. Darajasiga 1 ni qo'shaman x ni. 3 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim deb yozsam 2 taqsim 3. Ko'paytirilgan x ning 3 taqsim 2-si ayrilgan 2x. Bizda oralig'imiz qaysi oralig'? 0 va 9. E'tibor beramiz shu yerda 0 va 9. Ayirganimda 0 ni qo'ysam 0 ga teng. Faqat 9 ni qo'yib hisoblasam bo'ldi. 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 9 ni, ya'ni 9 ni 3 taqsim 2 darajasi, ya'ni ildizosida 3 darajasi. Mana 9 ning 3 darajasi. Ayrilgan 2 kara 9. 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 9 ni 3 darajasi bu 729 bo'ladimi? Ildiz oladigan bo'lsak 27 ga teng. Ayrilgan 2 kara 9 18. Qisqaramiz, yana 9 qoladi bu yerda. 18 ayrilgan 18 teng 0 ga. Demak, to'g'ri javob A varianti. Navbatdagi savolga o'tamiz. 4-savol. Juda ham zo'r savol ekan mana shu savol. E'tibor beradigan bo'lsak, nima? Oldidagi koeffitsiyentlar 2 barobar oshib ketyapti. Burchaklar ham 2 barobar oshib ketyapti. Faqat bitta joyda mana bu tanginsimiz 2 barobar oshmayapti. Lekin shuni ham 2 barobar oshirsak bo'ladi. 16 ta tangins 16 gradus qo'shilgan 32 ko'paytirilgan bu kotanginus
32 gradusga teng. Chunki 58 ga 32 ni qo'shsam 90 gradus. Mana shu joyda shu ifodani bir nimadirga o'xshatishga harakat qilaman. Ya'ni tanginus alfa ayrilgan kotanginus alfa nimaga teng bo'ladi? Soddalashtirib ko'raman. Bu mana shu formulani ishlatmasak chiqmaydigan ekan. Ya'ni bu sinus taqsim kosinus ayrilgan kosinus taqsim sinus umumiy makhraj beradigan bo'lsak sinus kvadrat ayrilgan kosinus kvadrat alfa taqsim ko'paytmas sinus alfa kosinus alfa 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysam bo'ladi. Endi mana shu joyni soddalashtirsam, ya'ni suratimiz sinus kvadratdan kosinus kvadratni ayirishimiz bu minusdan kosinus 2x degan. Makhrajimiz esa 1 taqsim 2 ta sinus 2x degan. Bu esa minus 2 ta kotanginus 2x bo'ldi. Bundan nima kelib chiqadi? Mana bu ifoda mana bunga teng ekan. Tanginus alfa minusdan kotanginus alfa tenglik minus 2 ta kotanginus 2 alfa ekan. Bundan foydalanib tanginus alfa qo'shilgan 2 ta kotanginus alfamiz teng ekan kotanginus alfaga degan formulani keltirib chiqardik. Mana shu formulani endi ishlatamiz. Ya'ni bu yerdan ikkalasini 16 ni chiqarib yuborsam, tanginus 16 qo'shilgan 2 ta kotanginus 16 bu 32. Mana e'tibor beramiz. Tanginus alfa bizda mana da 2 alfa edi, 2 qolib ketibdi. Ya'ni ifodada tanginus alfa keyingisi esa kotanginus 2 alfa. Chunki mana da 2 alfa edi, tenglikni chap tomoniga o'tkazdik. Ya'ni tanginus 16 kotanginus 32 bo'lib qoldi. Bu o'sha 16 likcha turadi ifoda. Nimaga? Kotanginus alfaga. Ya'ni alfa 16 mi 16? Kotanginus 16 ga teng bo'ladi. Xuddi shu narsani keyingi mana 8 ga uchun ishlasam, 8 ta tanginus 8 gradus qo'shilgan 16 ta kotanginus 16 gradus desam, bu teng ekan 8 ta kotanginus 8 gradus. Davom etamiz endi. Nima qoldi keyingisi? 4 ta tanginus 4. 4 ta tanginus 4 gradus qo'shilgan bu ikkala yig'indimiz bunga teng o'rniga qo'yib yuborsam bo'ladi. 8 ta kotanginus 8 gradus. Bu ham xuddi shunaqangi 4 ta kotanginus 4 gradus. Ya'ni burchak alfaligicha qoladi, faqat kotanginusga o'zgaradi ismi. O'sha alfa 4 mi? Boshida 4 gradusmi? 4. 8 mi? 8. 6 ta koeffitsient mana bu 8 qavsini tashqariga chiqib qolib ketyapti ikkalasi ham. 4. Undan keyingisi 2 ta tanginus alfa, ya'ni 2 ta tanginus 2 gradus qo'shilgan 4 ta, ya'ni mana bu natija. Chunki oxirdan bitta-bitta qo'shib ketyapti. 4 ta kotanginus 4 gradus. Bu esa 2 ta 2 qavsini tashqariga chiqib ketsa kotanginus 2 gradus. Oxirgi qadam qoldi. Tanginus 2 alfa ham ketdi. Tanginus 1 gradus. Tanginus 1 gradus qo'shilgan 2 ta kotanginus 1 gradusimiz teng bo'ladi. Mana da 2 gradus ekan. Mana 2 gradusga. Kotanginus 1 gradusga teng ekan. To'g'ri javob A variant bo'ladi shunda. Qadamlarni yaxshilab eslab qolish kerak, chunki har birida bittadan ishlatyapmiz. Oxirdan, ya'ni bu ikkalasini bitta qo'shib oldik. Chiqqan natija bilan keyingi bu ikkalasini bitta qo'shib oldik. Chiqqan natija bilan bu ikkalasini, chiqqan natija bilan bu ikkalasini, chiqqan natija bilan bu ikkalasini qo'shib chiqdim. Navbatdagi savol. Rasmdagi ma'lumotdan foydalanib uyning balandligini toping.
Uyni balandligini topish uchun birinchi navbatda mana 30 gradusdan foydalansam, 120 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmi, ya'ni 60 ga teng. Endi umumiy hammasini topmoqchi bo'lsam, bu mana bu yer 45 gradus bo'lganligi uchun, 45 gradus bo'lgani uchun. Bu yer kesmamiz nimaga teng bo'lsa, bu yer ham shunga teng. Bizda mana bu yer 30 bo'lganda qarshidagi katet 60 bo'lsa, mana 60 gradus qarshidagi katet bu 60 ildizosi 3 bo'ladi-da. Ildizosi 3 marta katta. Endi mana bu qaragan farqimiz qayerdan topamiz? Mana bu yer hammasi 60 ildizosi 3 bo'lsa, balandligi ham 60 ildizosi 3 ga teng. Chunki mana bu yer 45 gradus, teng yonli, to'g'ri burchakli burchak. Umumiy uzunlik balandligi uyni dengiz sathidan 60 ildizosi 3 ga teng. Bundan ayirib tashlaymiz. Mana bu yerni polini balandligi 60 metrni. Bu yerda javob shunda A variant qoladi. Bo'ldi, to'g'ri javob chiqdi birdaniga. 60 ildizosi 3 ayrilgan 60. Xo'p, endi 6-savol. Judayam qiziq tuyuldi menga bu savol. Ana bu yerda bir qarashda 3113, ya'ni 3113 ni xato deb o'yladi. Keling ishlab ko'raylik, balki xato, balki to'g'ri, ko'ramiz. Bu qonuniyatga bo'ysunmaganligi uchun qolgan ifodani qo'shib chiqmoqchiman. 9 ko'paytirilgan 3113 qo'shilgan mana bu birinchi ifodani 10 ning 4-si ayrilgan 1 desam bo'ladi. Ya'ni 10 ming ayrilgan 1. 9999 bo'ladi. Plus keyingisi bitta xona ko'p, o'shandan 10 darajasi 5 ayrilgan 1. Plus va hokazo. 9lar soni nechta bo'lsa, 10 darajasi shuncha bo'lyapti. Demak, oxirgisi 10 darajasida 2006 ayrilgan 1. Bu yerda har safar bitta minus 1 bor. Nechta minus bor deb o'ylaymiz. 4-sondan boshlab hisoblasak 2016-gacha nechta son bo'ladi? 4dan boshlab 5, 6 va hokazo har bittasida bittadan minus 1 bor. 2006gacha nechta son bor? 2003 ta. Qayerdan topyapmiz? 2006dan ayiraman 3 ni. 2003 qoladi. Mana bu yerda 4gacha deyapmizmi? 4dan oldingi sonni ayiramiz har doim. Deylik, 1dan 100gacha nechta son bor desa, 100dan 0 ni ayiramiz, 100 ta. 1dan 1 milliongacha nechta son bor? 1 milliondan 0 ni ayiramiz. Chunki 1dan undan oldingi sonni ayiramiz. Demak, bu yerda 2003 da minus 1 bor. 9 ko'paytirilib turadi. 10 darajasi 4 qo'shilgan 10 darajasi 5 qo'shilgan va hokazo 10 darajasi 2006gacha bordi. Qo'shilgan 3113 ayrilgan 2003 bo'ldi. Endi soddalashtiramiz. 9 ko'paytirilgan bu geometrik progressiya. Birinchi xat 10 darajasi 4 ko'paytirilgan q darajasi, ya'ni xatlari soni nechtasi? 2003 ta. Q darajasi, ya'ni 10 darajasida 2003 ta ayrilgan 1 taqsim 10 ayrilgan 1 bo'ldi. Nimaga? Formula Sn. Cheksiz, umuman olganda geometrik progressiyani barcha xatlar yig'indisi 1 B1 ko'paytirilgan q darajasida n-1 ko'paytirilgan q-1 dan iborat. Qni qiymatini ishlatyapman. Geometrik progressiya mahraji 10. Endi shundan qo'shilyapti shunga qavs to'liq katta qavs. Mana bu ifoda ayiradigan bo'lsak 1101 uzr 1110 bo'ladi. Endi 9 ni ko'paytiradigan bo'lsak 9 ni mana buni mahraji 9 ga teng 10 ayrilgan 1 qisqarib ketadi. 9 ni bunga ko'paytiraman. 10 darajasida 4 ko'paytirilgan 10 darajasida 2003 ayrilgan 1 qo'shilgan 9990 bo'ladi. Tenglik 10 darajasida 4 ga 10 darajasida 2003 ni ko'paytirsak darajasi 10 darajasi 2007 bo'ladi.
Qo'shilgan birga ko'paytirsak 10 mingning o'zi minusda. Mana minus-ku, bu yerham minus. Qo'shilgan 9990. Demak, natija 10 darajasida 2007 ayrilgan 10 qoldi. Ya'ni 10 ni yana qavsini tashqari chiqarsam 10 darajasida 2006 ayrilgan 1 qoladi. Yoki 10 darajasida 2007 ayrilgan 10. To'g'ri javob B varianti to'g'ri kelyapti bu yerda. Ya'ni oddiygina, ya'ni oddiygina o'zi aslida bu nimasi oddiy? Formula oddiy, lekin hisob-kitob shunaqangi chalg'itadigan, chalkashtiradigan son qo'ygan, bitta darajada adashsangiz ham to'g'ri javob turibdi javoblarda. O'shaning uchun adashishga haqqimiz yo'q. Har bir elementar hisob-kitobni aniq bajarishimiz kerak. Navbatdagi savolimiz ham juda ham qiziq. Ha, so'nggi yillarda bitta narsa aylanyapti. Nima? Aylanyapti. Ya'ni misollarda ko'proq aylana ishlatilyapti. Aylana ichki ham tashqi ham chizilmaganda eng qizig'i. Ichki ham tashqi ham chizilmayapti. Shunchaki aylananing o'zining xossalaridan foydalanib topiladi. Masalan, mana shu misolda ham uchburchak aylanalarga na ichki chizilgan, na tashqi chizilgan. Bizdan alfa burchak so'ralyapti. Berilgan ma'lumot bor yo'g'i B bilan D imiz nima? Ikkita aylana markazi ekan. Ular aylana markazlarini tutashtirsam radiusga teng bo'ladi. Bu masofa ham radiusga teng, tabiiy holat. Bu masofa ham radiusga teng. Ya'ni mana burchak nima bo'ldi? 60 gradus qoldi. Keyingisi, keyingisi. Mana bu burchakni topib olishimiz kerak. Bu burchagimiz ikkalasi ham radius bo'lganligi uchun ya'ni B nuqta aylana markazi, B nuqtadan aylanagacha Y ga ham A ga ham aylana markazidan B ga ham A ga ham Y ga ham bo'lgan masofalar teng radius. Radiuslar teng bo'lganligi uchun mana bu burchak ham alfa bo'lib qoladi. Bu yer alfa berilgan, bu yer ham alfa. Bizda bitta zo'r xossa bor. Uchburchakning, ya'ni bizda mana bu sariq uchburchak bo'ladigan bo'lsa, bitta tashqi burchak mana bu burchak. Mana shu tashqi burchagimiz unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchakning yig'indisiga teng, ya'ni 2 alfa. Va bizda mana bu burchak 60 ligi bor. Mana bu burchakning 30 ekanligini topib ola olamiz. Mana shu 30 gradusga teng. Nega 30 gradusga teng deydigan bo'lsak, bu to'liq hammasini o'chirsam ko'rinmay qolishi mumkin. Hozir mana shu 30 gradus teng deb yozaman va formulani yozib qo'yaman. 2 alfa qo'shilgan 30 gradus qo'shilgan 60 gradus mana shu 180 ga teng. Uchburchakning ichki burchaklaridan. Eh, juda ham oson savol yechim topdim-da men hozir. Shu darajada oson ekan, endi ko'rib qoldim. Bizda D nuqta aylana markazi, demak D nuqta aylana markazi bizda YS'miz diametr. Diametrga tiralgan burchak mana bu 90 gradus bo'ladi. Aylanada mana diametrni ikki uchiga tiralib turibdi B burchagimiz. Demak 90 gradus. Bu 90 gradus nimaga teng? Teng yonli bo'lganligi uchun radius bu ham alfa, bu ham alfa, tashqi burchagimiz 2 alfamiz 90 bo'lib qoladi. Alfaning qiymati shunda 45 ga teng. Super yechim bo'ldimi? Izohga yozingizlar. Super deb turib, agar super yechim bo'lgan bo'lsa, bundan oson yo'li bormi? Yaqinda bir loyiha boshlagandim, ya'ni geometriyada qo'shimcha chizmalar o'tkazish haqida. U video yaxshi yemadi, ya'ni yemadi deganimda yaxshi ko'rilmadi. Demak, ko'pchilik tomonidan yaxshi ko'rilmadi degani, demak, bunaqa kontent kerak emas degan deb davom ettirganim yo'q.
Nima uchun bu loyihani boshladim? Sababi geometriyada, sinf darsliklarida ham, umuman olganda o'zbek tilida qo'shimcha chizma o'tkazish haqida hech qanaqangi ma'lumot o'rgatilmaydi. Hozir ham mana shu yerda bittagina qo'shimcha chizma o'tkazdik va u qo'shimcha chizmamiz juda ham to'g'ri chizma bo'ldi va bizga ko'rsatib qo'ydi misolni yechimini. Mana shu loyiha davom etishini xohlasangiz uzoqga, ya'ni o'sha videoni topib ko'ringizlar. 100 ta layk yig'adigan bo'lsa, keyingi son chiqadi. Xudo xohlasa yurib ketadi degan umiddaman. Bu loyihani to'xtatish niyatim yo'q. Ya'ni attestatsiya imtihoni o'tsa ham davom etib ketaveradi. Har 100 ta laykda. Keyingi savol 8. Juda ham sodda savol, faqat Newton binomi nima ekanini tushunsak bo'ldi. Ya'ni Newton binomi degan nima degan? 4a ayrilgan 8b ni 99-darajasimi? Bizda har doim agar 4a ning darajasi nimadir alfa bo'lsa, keyingisida ya'ni -8b ning darajasida 99 minus alfa bo'lishi shart. Ya'ni darajalar yig'indisi doim teng bo'ladi. Bu narsani tekshirib ko'rishimiz e, kerak. Doim. Doim shunaqa. Masalan, x plus y ning kvadratida ham x kvadrat darajasi 2 plus 2xy darajasi 2 plus y kvadrat darajasi 2. Ya'ni darajalarni qo'shsak 99 ga teng bo'lib qoladi mana. Bu yerda 2 bo'lgani uchun ikkilari teng bo'ladi. Endi bu yerda ham a darajasi 77 bo'ladigan bo'lsa, alfamiz 77. M'imiz nima bo'ladi? 99 ayrilgan 77. Ya'ni 22. To'g'ri javob C. Navbatdagi savol, bu ham qo'shimcha chizma o'tkazish orqali oson ishlasa bo'ladigan. Rasmdagi ma'lumotdan foydalanib x ning qiymatini toping. Men F nuqtadan K nuqtaga bitta kesma tushiradigan bo'lsam, bu ham radiusga teng, bu ham radius, bu ham radius. Chunki menda yoy berilgan. Va mana bu burchakni alfa desam, bu o'rtadagi burchak 90 gradus, demak mana bu 90 minus alfa. Umumiy yoyiq burchak 180 gradusga teng bo'lishligidan bu ham alfa bo'lib qoladi. Ya'ni bu yer 90 minus alfa ekanligi bor-ku. Hammasini qo'shsam nima bo'lishi kerak? Uchalasini qo'shsam, mana 90 ni va mana bu ikkita burchakni qo'shsam 180 bo'lishi kerak. O'zi 90 bor. Demak, bu ikkalasining yig'indisi yana 90 bo'lishi kerak. Demak, bu yer yana alfa bo'ladi. Demak, bitta burchak alfa bo'lsa, mana bu uch burchakni, bu uch burchakni ham bitta burchak alfa. Va nima? Gipotenuzalari teng. To'g'ri burchakli uch burchakka bo'ladi. Demak, bu ikkita uchburchak o'zaro teng ekan. Ya'ni ikkitadan burchagi u yopishgan tomonlar, ya'ni gipotenuzalar teng bo'lsa, ikkita uchburchagimiz teng degan. Teng degani mos ravishda. Mana bu kesmamiz 12 ga, bu kesmamiz 5 ga tengligini bildiradi. Bundan bu kesmamiz 12, bu yer 5 ligidan umumiy BC ning uzunligi 17 ga teng bo'lib qoladi. Endi esa teng yonli uchburchakda F nuqtadan, ya'ni teng yonli uchburchak nimaga? B dan F gacha bo'lgan masofa, F dan K gacha bo'lgan masofa radius, yoy bo'lgan. Demak, u teng yonli degan uchburchak. Balandlik tushiradigan bo'lsam 90 gradusda qarshidagi tomoni teng 2 ga bo'ladi. Ulardan bittasi 5 ga teng edi. Tepadagi ma'lumot, tepada 5 ga teng mana. Demak, bu qolgan qismi ham 5 ga teng. Umumiy x ning qiymatini topmoqchi bo'lsak, 17 dan 2 ta 5, ya'ni 10 dan ayirishga majburmiz. Javob 7 bo'ladi. To'g'ri javob A. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 10. Juda ham qiziq savol ekan 10-savol. Yozib olamiz dastlab. 3 darajasida x minus y imiz, bu ikkala ifodani bir tomonga o'tkazsam x plus y ga teng. Endi 3imiz teng ekan, bir tomonga o'tkazsam x plus y ning nimasiga? X minus y-darajasi.
Endi men x plus y bu yerda tayyor turibdi-ku. Endi o'rniga qo'yib yuborsam bo'ladi. 3 ga tenglik x plus y ni o'rniga qo'yaman 3 darajasi x minus y. Uning yana darajasi turibdi x minus y. Demak, 3 ga teng bo'ladi. 3 ning x minus y darajasining kvadrati. Demak, bular teng bo'lish uchun darajalari teng bo'lishi kerak. Darajalari teng bo'lishi kerak. Demak, x minus y ning kvadrati 1 ga teng. X minus y nima bo'lishi mumkin bu yerda? Yoki 1 bo'ladi, yoki minus 1 bo'ladi. Ya'ni ikkita yechim topildi. Bizdan yechimlar sonini so'ragan, endi juftmi, to'qimi tekshirib ko'ramiz. Ya'ni nechta juft haqiqiy yechimi bor? Juft deganda yechimning qiymati juftligini so'ramayapti. X, Y juftlikni nazarda tutyapti. Bir juftlik bitta yechim hisoblang degan maqsad. Endi x minus y ni o'rniga x minus y'imiz 1 ga teng bo'lsa, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, x plus y'imiz nimaga teng bo'ladi? Mana shu ifodada. Darajasi 1, demak 3 darajasi 1 3 ga teng. Sistema. Yoki x minus y'imiz minus 1 ga teng bo'lsa, x plus y'imiz 3 ning minus 1 darajasida 1 taqsim 3 ga teng. Ana ikkita sistema hosil bo'ldi. Ikkita sistema hosil bo'ldi. Har biri bittadan yechimga ega. Ya'ni birinchisini topadigan bo'lsak, yechimini men maydalab hisob-kitob qilib o'tirmayman. Bu sistemani hamma yecha oladi. Bir marta qo'shsak, x'imiz 2, ayiradigan bo'lsak, 1 chiqadi. Bunda ham xuddi shunaqangi qo'shadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 x'imiz, ayiradigan bo'lsak, y'imiz uzr, mana bu yerda qo'shish ekan ikkinchisi. Ayiradigan bo'lsak, xo'p, 4 taqsim 3, 2 taqsim 3 bo'lar. Mana yechimlar juftligi birinchi juftlik, ikkinchi juftlik. Demak, yechimlar nechta ekan? Ikkita ekan. O'zi mana bu ikkita mana shu juftlikning o'zini bitta yechim deb ataymiz. Nimaga bitta yechim deymiz? Sababi bu ikki sonimiz, ya'ni x, y'imiz Descartes koordinatalar sistemasida faqat bitta nuqtani anglatadi. X, Y ikki o'zgaruvchilik funksiya degani Descartes koordinatlar sistemasida qanaqadir grafiklar hosil bo'ladi. Ikkita grafik kesishgan nuqtamiz bitta bo'lsa, yechimni ham bitta deb olamiz. Bitta nuqtaning ikkita koordinatasi bo'lganligi uchun chalg'ituvchi joyi bor shu yerda. Navbatdagi savol: ABC uchburchak ichida BDYF parallelogram yasalgan. Agar BD'miz 12 ga, D'miz 6 ga teng bo'lsa, ya'ni bizga berilgan ma'lumotlar AF 8 ligi ham berilgan, FB ya'ni x ni toping deyapti. Bizda parallelogram ekanligidan, ya'ni parallellik. Bu burchak alfa bo'lsa, bu ham alfa. Parallel bo'lgandan keyin bu yer beta bo'lsa, bu ham beta. Ya'ni uchburchakni mos ravishda mana bu tomon x bo'lsa, bu ham x bo'lib qoladi. X bo'lsa, bu ham x da. X ni, ya'ni asosini kichkina uchburchak. Katta uchburchakning asosiga bo'lsam x plus 8 ga. Endi kichkina uchburchakning yon tomoni 6 ni, katta uchburchakning yon tomoni umumiyga asos deganda men mana bu tomonda asos deb olyapman-da endi. So'z bo'yicha noto'g'ri ishlatganim uchun uzr so'rayman bu yerda. 6 ni mos keladigan tomoni 18 ga bo'laman. Umumiysi 18 bo'lgani uchun. Demak, x taqsim x plus 8 imiz teng ekan, qisqartirsak 1 taqsim 3. Proporsiya 3x imiz teng x plus 8, x imiz teng ekan 4. Bizdan aynan shuni so'ragan. To'g'ri javob B variant. Xo'p, navbatdagi savol 12. Natural sonlardan iborat ketma-ketlikning ikkinchi hadi birinchi hadidan katta. Ya'ni natural sonlarni bittasini n, keyingisini m desam, e'tibor beramiz. Ikkinchi hadi birinchisidan katta deyaptimi? Demak, m ning qiymati katta bo'lishi kerak ekan n dan. Xo'p, endi 3-hadidan boshlab
Har bir xadi o'zidan oldingi ikkita xat, ya'ni ikkalasini ko'paytirmasiga teng. Undan keyingisi esa undan oldingisi. N ko'paytirgan m kvadratni tashkil etadi. Va bu yerda ketma-ketlikning to'rtinchi xati, birinchi xat, ikkinchi xat, uchinchi, to'rtinchi xat necha ekan? 18 ga teng ekan. Bizda aytyapti natural sonlar deyapti. Demak, n ko'paytirilgan m ning kvadrati 18 bo'lsa, bizda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Birinchi holat 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'lib, n'imiz teng 2, m'imiz teng 3 chiqishi mumkin. Natural desa. Yoki e, 18 ko'paytirilgan 1 ning kvadrati bo'lib, n'imiz teng 18, m'imiz teng 1 bo'lishi mumkin. Lekin bizda boshqa sharti bor. M'imiz, ya'ni 3imiz katta 2 dan bo'lishi kerak. M'imiz, ya'ni 1imiz 18 dan kattami? Yo'q. Mana shu joyda xatolik kelib qoldi. Boshda berilgan shart tekshirganimizda to'g'ri javob faqatgina 2 yu 3 bo'ldi. Bizdan nimani so'rayapti? Ikkinchi va birinchi xat ayirmasi. Ikkinchi m bilan n ni ayirmasi so'radi. M ayrilgan n'imiz bu yerda 3 ayrilgan 2 1 ga teng bo'lib qoladi. To'g'ri javob A varianti bo'ladi. Navbatdagi savol 13. Boya adashmasam ikkinchi savolda ham aytgandim. To'rtinchi savolmi? Hozirgi kunda attestatsiya imtihoniga nostandart masala sifatida mana shunaqangi geometrik savollar kelyapti. Ya'ni sizga na ichki chizilgan shar mana bu yerda misolda, na tashqi chizilgan shar. Bu shar emasda, hech qanaqangi formulaga tushmaydi. Siz uni qo'shimcha chizma o'tkazib ishlamasangiz boshqa iloji yo'q. Bizga sharni markazi m bo'ladigan bo'lsa, asosigacha bo'lgan masofa ham radius, bu tomongacha C nuqta uringan joygacha bo'lgan masofa ham radiusga teng. Faqat bu yarim aylana ekan. Uzr, yarim shar ekan. Bizda konusni asosan radiusi 6 ekanligi, hajmi esa 36 ekanligi berilgan. Hajmidan foydalanamiz. 1/3 pi radiusning kvadrati, kichkina radius qo'yaylik. Radiusning kvadrati ko'paytirilgan h 36 pi ekan. Bu yerda pilar qisqartirib, radiusimiz 6 likdan foydalansak, radius 6 ni qo'yaman, 6 ning kvadrati ko'paytirilgan h'imiz teng 36. Bu yerda h teng 3 chiqadi. Demak, balandlik 3 ga teng. Balandlik 3 ga teng bo'lsa, tepa qismi qizil bilan bo'yab qo'yaman. T dan boshlab yarim sharni markazgacha bo'lgan qismi o'sha balandlik 3 dan kichkina, ya'ni 3 ayrilgan radiusga teng qoladi. Hamma balandligimiz 3 ga teng. Pastki qismi radius bo'lganligi uchun 3 minus radius. Endi bu yerda tangens alfani yoki o'xshashlikni ishlasam ham bo'ladi. Chunki mana burchaklar alfa bir xil-ku. Tangens alfamiz qarshidagi katet 3 minus radiusga nisbati. Katta uchburchakda tangens alfamiz balandlik 3 ni asosan radius 6 ga nisbat. Balandligimiz 3 hisobga bo'lindi. Asosan radius 6. Nisbat tangens alfaga teng. Bunda qisqartirish orqali proporsiyadan 6 minus 2 ta radius teng radius. 3 ta radius bir tomonga o'tkazsak 6 ga teng. Bundan radiusimiz teng 2 kelib chiqdi. Bizdan nimani so'rayapti? Shu yarim sharni hajmi so'raladi. O'sha sharni hajmi nima edi? 4/3 pi radiusning kubi edi. Bizdan yarmi so'ralyapti. Ya'ni 2/3 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radiusimizning kubi 2 ning kubi 8 ga teng. 16 pi taqsim 3 ekan javob. To'g'ri variant C. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. 14. Bu savol ham juda ham chiroyli savol. Rasm 10 ta bir xil to'rtburchaklar yordamida yaratilgan. 4 ta tasodifiy to'rtburchaklar yashil rangga bo'yaldi. Shunga ko'ra, bo'yash jarayoni natijasida har bir qatorda faqat bitta bo'yalgan to'rtburchak bo'lish ehtimolini toping. Demo testni ishlagan ustozlar bo'lsa ko'rishdiki, juda ham zo'r kombinatorik ehtimollar nazariyasiga doir savollar qo'yyapti.
Bizni kuzatishda davom eting. Deyarli har kuni shunaqangi chiroyli ya'ni kombinatorikaga yoki ehtimolga doir savollar qo'yamiz. Mana shu savollarni yaxshi tushunib ishlayotgan bo'lsangiz, formulalarni eslab qolayotgan bo'lsangiz, Xudo xohlasa shu savollardan boshqacha savol tushmaydi. Nimaga bu gapni bemalol ayta olaman? Chunki shaxsan o'zim 5 yil universitetda ehtimollar nazariyasida o'qiganman va elementar matematikaga qaysi misollarni olayotganini, qaysi formulalarni ishlatish mumkinligini hammasini bilaman. Bu bo'yicha muammo yo'q. Endi misolga qaytamiz. 10 ta umumiy hisobda 10 ta g'isht bor. To'rttasini yashil rangga bo'yaymiz. Umuman olganda bizdan kombinatsiyalar soni, ya'ni ehtimollikning klassik ta'rifi bor-da. Klassik ta'rif nima? Maxrajga umumiy kombinatsiyalar, suratga so'ralgan kombinatsiyalar. Bizga aytayaptiki, to'rttasi tasodifan bo'yaldi deyapti. Bu umumiy kombinatsiyaga hisoblaymiz. Nimaga? S umumiy 10 tadan to'rttasini qanaqa tartibda bo'yasak ham bo'yadik bu. Savol tug'iladi. Nega guruhlash ishlatildi desa, qaysi ikkitasini yashilga bo'yasam ham, deylik, mana bu bilan buni bo'yadimmi, bu bilan buni bo'yadimmi? Ya'ni o'rni almashsa ahamiyati yo'q. Bitta guruh, baribir shu ikkalasi bo'yaladi. O'shaning uchun guruh bo'lganligi uchun guruhlashdan foydalanadi. Endi keyingisi mana bu bo'lsin, masalan, deylik mana bu bo'lsin. Tasodifan bir qatorda joylashdi. Bir qatorda joylashmadi. Nima degan o'zi keyingisi? Shunga ko'ra, bo'yash jarayoni natijasida har bir qatorda bittadan bo'yalsin. Har bir qatorda bittadan bo'ldimi? Bo'ldi. Shunaqa bo'lish. Ha, endi suratga bizdan so'ralayotgan kombinatsiya nechi chiqadi? Birinchi qatorga mana shu joydan boshqacha imkoniyat yo'q. Ikkinchi joyga ikkita joy bor, uchinchisida uchta joy bor, keyingisi to'rtta joy bor. Va to'rtta to'rt burchakni bo'yashimiz kerak bir vaqtda. Hammasi bir vaqtda ro'y berganligi uchun ko'paytiriladi. Alohida holat bo'lganda qo'shilar edi. Ya'ni bir vaqtda to'rttasini ham bo'yashimiz kerak-da. Bir marta bittasini bo'yab, boshqacha holat, umuman o'chirib tashlab, boshqatdan hisoblab turib bo'yayotganimiz yo'q. O'shaning uchun qo'shilmaydi. O'sha mantiqni eslab qolsak, kombinatorika va ehtimolda eng asosiysi o'zi eng oson formula qo'shish va ko'paytirishni farqlab olish. Ya'ni mana shu joyda qo'shamizmi, ko'paytiramizmi degan joyni biladigan bo'lsak, keyin murakkab misollarda ham o'sha bizga foyda beradi. Va u narsani bilmaydigan bo'lsak, qancha yangi formula o'rganmaylik, qancha yangi misol o'rganmaylik, foydasi yo'q. Biz asosiy, ya'ni kombinatorikaning asosi bo'lgan ko'paytirish va qo'shish formulasini farqini bilib olsak bo'ldi. U yog'i shundan kelib chiqaveradi. U yog'ini shunga bog'lab eslab qolish ham oson. Endi hisoblab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, 4 faktoriyalimiz bizda 24 ga teng. Maxrajni hisoblaymiz. 10 faktorial taqsim ayirsak 6 faktorial 4 faktorial. Shunda natijamiz javob 24 ko'paytirgan 6 faktorialimiz bilan 10 faktorial qisqarib ketsa, mana bu 4 faktorial maxraji turibdi. 7, 8, 9, 10 qoladi. Maxrajda esa 1, 2, 3, 4. Bittalab qisqartirib chiqaman. 2 kere 4 8 bilan ketdi. 3 bilan esa 9 qisqarib faqat 3 qoldi. Shunda suratimiz 24 turibdi. Maxrajda esa 3 kere 7 210 qoldi. Endi bular har biri qisqaradigan son nechi? 6. 6 ga qisqartirsam bittasini surat 4 bo'ladi. Keyingisini 6 ga bo'ladigan bo'lsam 35 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B variant ekan. Ya'ni misolimiz klassik ta'rifdan chiqyapti. Oson formula. O'sha oson formulaga tashkil qilib qo'yolsak bo'ldi. Keyingi savol 15. 6 burchakli muntazam piramidaning apofimasi 2 ga teng. Asosidagi ikki yoqli burchagi esa 60 gradusga teng. Piramidaning to'la sirtini toping. E'tibor berishimiz kerak. 6 burchakli muntazam piramidaning apofimasi 2 deyapti.
olti burchakli, asosiga olti burchakli chizamiz taxminan. Endi umumiy juda chiroyli qilib chizolmasligi mumkin. Asoslari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asosi 6 burchakdan iborat. Endi buni apofimasi deyilyapti. Bitta yon yog'ini olaman. Mana bu yon yog'i. Shu yon yog'ini apofimasi asos tekisligi bilan burchak nima ekan? Asosidagi ikki yoqli burchak. Asosidagi ikki yoqli burchak degani apofima bilan tashkil qilgan burchak. Mana shu burchak 60 gradusga teng. Piramidani to'la sirtini toping. Apofima 60 gradus degani, 60 gradus degani apofima turibdi mana 2 ga teng. Bu asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil qiladi degani markazimiz, ya'ni qayer? Balandlik qayerga tushadi? Piramidada shunaqangi bir tushuncha bor. Har qanday piramidani yuragi bo'lgan narsa bu balandlik qayerga tushadi degan narsa. Ikkitagina bir-biridan ajratadigan narsamiz bor. Yon yog'imiz asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilsa yoki apofimamiz, apofimalarimiz bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu ichga chizilgan bir aylana markazi. Yon qirralari bir xil bo'lsa yoki yon qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilsa, bu tashqi chizilgan aylana markaziga tushadi. Demak, ichki chizilgan aylana markaziga tushsa, mana bu ichki chizilgan aylana markazi, mana bu ichki chizilgan aylana markazi. Ichki chizilgan aylana markazidan apofima uringan joygacha perpendikulyar bu yer. Bu masofa ham bunga perpendikulyar qoladi. Nimaga? Chunki radius. Ichki chizilgan aylana tomoniga, ya'ni asosining tomoniga nima bo'ladi? Perpendikulyar bo'lib urinadi. Mana shu ikki yoqli burchak degan. Endi bu yer 60 gradus, bu balandlik tushadigan bo'lsa, bu yer 30 gradus bo'ladi. O'z-o'zidan 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzdan yarmiga teng. Ya'ni 1. Bu bir nima ekan? Ichki chizilgan aylana radiusi ekan. Endi muntazam 6 burchakda ichki chizilgan aylana radiusi 1 ga teng bo'lsa, mana markazdan bu yergacha bo'lgan masofa 1 ga teng bo'lsa, qanday topamiz? Mana bu yerda muntazam 6 burchak bo'lganligi uchun bizda juda ham keng xossasi bor. Teng 6 ta muntazam uchburchakka aylanib qoladi. Ya'ni bu yer umumiy 120 gradus teng bo'linyapti. 60-60. Nega teng bo'linadi desangiz, chunki bu tomon bilan bu tomon bir xil-ku. Shakl jihatdan simmetrik. Mana bu tomon bilan bu yog'i bir xil. Endi 60-60 teng bo'lindi deganda bu muntazam bo'lib qoldi 60 gradus. Demak, mana bu tomonimiz a taqsim 2, bu yer esa a ga teng. Pifagor teoremasiga ko'ra 1 ning kvadrati qo'shilgan a taqsim 2 ning kvadrati a taqsim a kvadrat taqsim 4 teng gipotenuzaning kvadrati a kvadrat. Bundan kelib chiqadiki 3 ta a kvadrat taqsim 4 imiz teng 1 ga. Bundan a imiz teng 2 taqsim ildizosi 3 ga kelib chiqadi. Nima bo'ldi? Muntazam 6 burchakning tomonining uzunligi 2 taqsim ildizosi 3 ekanligini topdik. Demak, bizda S yon sirtimiz formulasi bor. Apofimani ko'paytiramiz perimetr taqsim 2 ga. Perimetrimiz degani 6 ta tomoni, ya'ni muntazam 6 burchak tomoni 6 ta, ko'paytirilgan tomoni 2 taqsim ildizosi 3, ko'paytirilgan apofimamiz yana 2 bo'lingan 2. Bu yerda 2 lar qisqarib ketadi. 6 bilan ildizosi 3 qisqaradigan bo'lsa, 2 ildizosi 3 qoladi. 6 ni 2 kere 3 dedim. 3 bilan ildizosi 3 qisqarib, ildizosi 3 qoldi. Demak, natija ko'paytirsak 4 ildizosi 3 ekan. Ya'ni S yon sirtimiz 4 ildizosi 3. Bu yerda to'la sirtini topishimiz kerak. Asosini yon sirtini topib oldik. Asosini yuzasini topsak, asosini yuzasi 6 ta uchburchakning yuzasidan iborat. Ya'ni 6 ta uchburchakni ko'rdik. Uchburchak yuzasi esa a kvadrat ildizosi 3 taqsim 4. Ya'ni 3 taqsim 2 ko'paytirilgan a kvadrat 4 taqsim 3 ko'paytirilgan ildizosi 3 bo'ladi. Buni soddalashtiradigan bo'lsam, yana 2 ildizosi 3.
To'la sirtimiz, yon sirti 4 ildizosi 3, asosining yuzasi esa 2 ildizosi 3. Yig'indi 6 ildizosi 3 ga teng. Demak, to'g'ri javob D variant ekan. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Ya'ni birdaniga tugatyapman, sababi bugun darsimiz biroz kech boshlandi va bundan keyin o'zimizni yopiq guruhimizga ham darsimiz bor. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa ertaga SAT topshiruvchi imtihoni bo'ladi. Ya'ni SATga qaytadan imtihon bo'lyapti. Kimdir eshitgan bo'lsa, 8-mart imtihonidagi natijalar bekor qilinib, qayta imtihon bo'lib qoldi. Shuning uchun biz yopiq guruhimizga bugun ham darsimiz bor. U guruhimiz tugaydi va shu bilan Xudo xohlasa keyingi haftadan darslarimiz ancha bemalolroq bo'ladi. Xo'p, dars haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hamda bugungi savolimiz, ya'ni eng zo'r savol nima bo'ldi? Qaysi savolga ovoz beramiz? Shu an'anani boshladik, ya'ni har kuni darsdan keyin dars tugadi, 15 ta savol. Qaysi bir savol sizga eng yoqdi? O'sha savolni izohda yozib keting. Shunga o'xshash savollarni ko'paytiramiz. Ya'ni attestatsiya imtihonida tushadigan yoki shunga o'xshash deb bilganingiz, o'zi sizda ham immunitet shakllangan deb o'ylayman. Ya'ni attestatsiya imtihoniga 1-2 marta kirgandan keyin o'sha immunitet shakllanib qoladi. Qayta takrorlanib qoldi degan narsa. Shaxsan o'zimda kuzgi imtihonga borganimda yarim savolini qaytadan ko'rgandim. Bahorgi attestatsiyaga tushgan savollarni yarmi qaytadan tushdi. O'shaning uchun ham bu safar o'sha o'tgan yilgi attestatsiya savollarini deyarli shunga o'xshash savollarni yig'ib chiqyapti.